Do'stlar, hammaga salom. Bu videoda Bybit birjasi yordamida Forex bozorida qanday savdo qilishni aytaman. Endi buning uchun sizga oddiy mobil telefon kerak bo'ladi. Men ko'rsataman, shuning uchun hammasini men kabi qiling, takrorlang, pauzaga qo'ying. Buning uchun biz Bybit birjasiga kiramiz. Agar sizda Bybit birjasi yo'q bo'lsa, tavsifimga tushib, havola orqali otib, ro'yxatdan ochishingiz mumkin. Shunday qilib, biz endi birjada turibmiz. Va yuqorida qidiruv satrimiz bor joyda. Biz shunchaki u yerga 5 sozini kiritamiz. Oltin kiramiz va bizni yangi menyuga o'tkazadi. Shunday qilib biz ma'lumotni ko'rishimiz mumkin. Oltin tortbuchakni tanlab 5 hisobini ochishni tanlaymiz. Belgi qo'yamiz, bosamiz, keyin parol o'ylab topamiz. Parolni o'ylab topdik. 5 hisobini yaratish tugmasini bosamiz. Buni yozib olamiz yoki saqlaymiz. Shuningdek, biz parolni ochishimiz mumkin va biz investor parolini saqlashga ishonch hosil qilamiz. Endi biz App Store'dan 5 ilovasini yuklab olishimiz kerak va buning uchun App Store'ga o'tamiz. Menda dastur allaqachon yuklab olingan. Men faqat Reader 5 qatorida ani yozdim. Mana metod Reader ko'rsatdi. Men uni yuklab oldim va ochdim. Bu yerda bekor qilishni tanlaymiz. Bybit. Satrlarni yozamiz. Shunday qilib, serverda shunchaki Bybit lifini o'zgartiramiz. Shunday qilib, loginimizni eslaymiz. Bu biz saqlagan hisob raqamimiz. Shuning uchun uni bu yerda ochishimiz mumkin. Va parol. Bu biz ro'yxatdan ochishda o'ylab topgan parol. Endi biz MetaTrader 5 ilovasiga kirdik. Va endi birinchi navbatda hisobni to'ldirishimiz kerak. Bularning barchasi Bybit birjasi orqali amalga oshiriladi. Yana Bybit birjasiga o'tamiz. Shunday qilib, xoch belgisini qo'yamiz va bu yerda siz depozit qo'yishingiz mumkin. Qarang, agar bor bo'lsa. Bu birjada pul bo'lsa, siz shunchaki moliyalashtirish hisobidan o'tkazasiz. Demak, hozir bu yerga o'tamiz. Mana moliyalashtirish hisobidan o'tkazasiz va bu MetaTrader 5 ga, ya'ni Bybit ilovasining o'zida. Agar sizda pul bo'lmasa, unda albatta tovuqlar orqali to'ldirishingiz kerak. Bularning barchasi qilinadi. Bu alohida videoda qilinadi. Shuning uchun kanalda obuna bo'ling. Xo'sh, keling, biz darhol qilamiz. Go'yo sizda moliyalashtirishda bolalardan bor. Va biz buni yana qilamiz. Bozorlar orqali bu yerga kiramiz. Biz 5 yozamiz. Yuqoriga o'tamiz. Faqat tarjima tugmasini bosing. Keling, $20 o'tkazamiz. Tasdiqlash. Hammasi bizda shunday jadval paydo bo'ladi. Balans yangilanishi kutilmoqda. Bu taxminan 1 daqiqadan kam vaqt oladi. Va bu yerda biz ochamiz. Aktivlarda pastda alohida varaq ochilishi kerak. U yerda 5 deb yozilgan bo'ladi. Mana endi ochildi. Bu yerga kirishimiz mumkin. Bu yerda siz tarjima qilingan narsalarni ko'rishingiz mumkin. Ha, o'tkazish jarayonida. Va MetaTrader 5 ilovasida ham bizda. Tarifda biz nima qo'shdik? Mana, hammasi keladi. Balans. Endi biz bemalol savdolarni ochishimiz, savdo qilishimiz mumkin. Xo'sh, qanday savdo qilish? MetaTrader 5 bilan qanday ishlash? Bu alohida video bo'ladi. Shuning uchun obuna bo'ling va albatta like bosing.